Assalomu alaykum azizlarim. Ko'plar aytadi, eringizni ishtoni bittami, nimaga bitta ishtonni kiyadi deb. Faqat hozir Robin ishda, men sizlarga ko'rsataman. Kiyimi to'lib ketgan, achib ketgan. Hozir ko'rsataman. Mana shu полный весь shkaf hammasi Robinning kiyimi. Mana qarang. Patologgacha kiyim. Kiyilmaganlari ham bor mana. Shunchalar achib ketgan kiyimni, shunchalar to'lib ketgan. Naska turstuk mana yerda to'la. Mana korobka to'la naska. Bu birinchi sahifasi kiyimda. Mana yoqda qarang. Ko'ryapsizlarmi? Mana. Kiyimi shunchalar ko'p, 20 yilga yetadi. Mana. Mana yaxshi ko'rgan ishtoni. Robin mana bunaqa ranglarni yaxshi ko'radi. Tepada mana jinslari to'lib achib ketgan. Mana hammasi futbolka. 150 ta futbolkasi bor, bir kun sanadim. Ishonasizlarmi? 150 ta futbolka, mana hammasi futbolka. Futbolka mana Robinda yaxshi ko'rgan ranglari. Anaqa korичневый, серый, xaki, shunaqa ranglarni yaxshi ko'radi erim. Oyoq kiyimini-ku men gapirib o'tirmang. Oyoq kiyimini ham hozir topayin ko'rsataman. Ben spalni xonaga keldim. Bu yoqda ham kiyimi bor mana. Bu yerda klassika. Klassika kiyimlar. Kostyumlarni qarang, 15 xil klassический kostyumlari bor mana. Mana. Klassический kiyimlari hammasi shu yerda. Mana yerda ham jinslari bor. Bu soatlari. Mana do'ppisi. Oyoq kiyim. Tepada nima ekan? Tepada ham bir narsa. Mana korobkalar, tepada hammasi oyoq kiyim. Oyoq kiyim, oyoq kiyim. Korobkalarda ham oyoq kiyimlar. Nima uchun kiyim ko'pligi? Germaniyada suvni ekonom qilishadi. Bir haftada bir martami, 1,5 haftada bir marta kir yuviladi. Chunki har kuni agar kiyimi kam bo'lsa, 2 kunda bir yuvishga to'g'ri keladi, suv ko'p ketadi. Shuning uchun sababi ko'p kiyim oladida qancha uzoq vaqt yuvmasa, shuncha suv ekonom bo'ladi. Yig'ilaveradi kir, yig'ilgandan keyin yangisini yana keyin bir hafta bemalol kiyadi. Shu ekan sababi. Men kiyganimda har kun kir yuvar edim, chunki men kiyim kamroq, men minimalizmdaman. Ko'p kiyim, meni shiorim kiyim kam bo'lsin, sifatli bo'lsin va udobni bo'lsin, oddiy bo'lsin. A Robinda unaqa emas. Robin har kuni